Ertaklardagi qizil qor haqida eshitganmisiz? Qizil qor faqatgina ertaklarda yog'ishi mumkin, lekin real hayotda yog'adimi? Real hayotda qori yomg'ir yog'gan. Bu haqida eshitganmisiz? Unda videoni o'qib olmasangiz, bugun shu haqida aytib beraman. Iroq hukmdori Saddam Husayn 1980-yilda Eronga bostirib kirdi. Bu urush 1988-yilgacha davom etdi. Bundan keyin Saddam Husayn o'zini qo'shnisi hisoblangan Kuvaytga bostirib kirdi. 1990-yilning 2-avgustida. Bu urush 1991-yilning 28-fevraliga qadar davom etdi. AQSh boshchiligidagi koalitsiya Iroqdagi Saddam Husayn diktaturasini ag'darishga harakat qildi. Bundan jahli chiqqan Saddam Husayn Kuvaytdagi neft omborlarini hammasini yoqib yubordi yoki portlatdi. Neft tabiiyki okeanga oqdi va dengizlarga oqdi. O'shandan keyin okeandagi va o'sha dengizdagi bir qator hayvonlar nobud bo'ldi. O'sha yili, ya'ni 1991-92-yillarda Fors ko'rfazida Iroq va Kuvayt hududlarida qora yomg'ir yog'di. Urush shunaqa tabiatga va insonlarga juda katta ziyon yetkazadi. U faqatgina amalda turgan, ya'ni hukumat rahbarlariga foyda keltirishi mumkin, lekin tabiat va insonlar bundan qattiq ziyon ko'radi. Xususan, Rossiya-Ukraina urushlari, Falastindagi voqealar, G'azodagi o'sha genosid va Eron va Isroil o'rtasidagi bo'layotgan voqealar bunga misol keltirsak bo'ladi.